Menga qara, senga necha kun muhlat berish kerak? Yana 3 kun muhlat berilaring. Hali mol kelgani yo'q. Kelsa hammasini qilib beraman. Qanaqa mol? Nima demoqchisiz? Qanaqa mol? Qo'yib ol. Menga qara erkak. Hurmatning javob berildi. Tortorlaring tashqariga Qo'yib ol. Qo'ying, no. Qayoqqa olib kelyapsan? O'zi beraman, qo'ying. qara. Qachongacha bunaqa qilmoqchisiz? Ha? Sana labzing bormi? Beraman dedim shu pulingni. Qo'ying. Hozir gaplashasan, hech kerak. Agar menga bu narsa bo'lsa, kayfingdan javob berasan, tushundingmi? O'ylar. Qanchaga qurgan yetadi sen? Birinchi partiyada tikishga. Qancha bo'lsa shuncha yaxshi. Men sani vesingda 200 dollar tikaman. Ko'rishsiz. Yana 200 ustiga qo'shaman. 200 qo'shdi. Omading qanchagacha borar ekan? Kes chiqdi. Orada kes chiqdi. Qiyin bo'lyapti. Bu oson. Pishmay qolgansan. Ey, Ha, yigit. O'zimiz olib kelmasak, kelish niyat yo'q. men shu bu narsani hammasini yig'ishtirganman. Yig'ishtirganman-da. Boshqa qimor o'ynashni ham xohlamayman. Sizni qimor o'ynashga emas, bir choy ichgani chaqirdi, anchadan bo'ldi siz bilan bir suv choy ichmaganimiz ekan. Choyingni menga o'xshagan daychalaring bilan ichasan. Men bilan emas. Unda bir odamga o'xshab ko'rish deysiz bilan ancha vaqt bo'ladi. Ha, qo'shmaymiz. Qo'lingni Insonni? ha, qo'lingni emas. Ha? Kim ko'rsan qo'lingni? Pul qani? Qanaqa pul? Pul qani? Qilib beraman hammasini. Qachon qilib berasan? 3 kun muhlat berilaring, hammasini qilib beraman. Menga qara, senga necha kun muhlat berish kerak? Yana 3 kun muhlat berilaring. Hali mol kelgani yo'q. Kelsa hammasini qilib beraman. Qanaqa mol? Nima demoqchisiz? Qanaqa mol? Qo'lingni ol. Tortib gapir qo'lingni. Qanaqa mol? Chegaradan o'tish bilan hammangga pullarni qilib beraman. Hozir. Hozircha men bu narsalarni hammasini yig'ishtirganman. Yig'ishtirgansan? Da. Menga qara, hozir pulni tug'asan, yoki o'liging chiqadi mana shu. Agar hozir meni o'ldirsalaring, pulni ham, boshqa narsani ham ola olmaysan. Sanlarni 3 kunda yo'q qilib yuborishadi.
Mani qo'limni boshlatib qo'yvorlaring o'sha. Qilov bo'ldim degan. O'tqiz. O'ti. Mana nima qolaysanlar? Tili chiqib. Sanlar ham erkakmisanlar, harom pulni ketidan. Oila boqasanlar. Menga qara, sen halol pul topadigan bo'lib qoldingmi, ha? Hozir men tavba qildim. Tushunyapsanmi? Tavba qildim. Qo'ysalaring-chi bu ishlarni. Oxiri voy. Tushunyapsanmi? Aqling bor. Xuddi aqib yotibdi. Tavba qildim deysanmi yana? Fulon. Maras. Sanlar qalin olganlaringizni yeyman. Men tavba qildim. Qara, sani puling kerak emas bizga. Omonat, qani omonat? Omonatingga xiyonat yo'q bizda. Qo'lingni. Qara. Erkakcha taklif bor. Xo'sh. Ikkita varianting bor. Hozir masjidda bolalar bilan qimor o'ynaysan. Agar yutqizsang, mani kallang ketadi. Tushundingmi? Agar yutsang, erkakcha gap mani hammani oldida. Mana shu qaringdan kechib yuboraman. Sanga boshqa tegmaymiz. Tushundingmi? Kim bilan o'ynash kerak? Men bilan-da. Mana ukamizda bor. Hamma qarzimdan qutulamanmi yutsam? Erkak bitta gapiradi. Men roziman. Tayyormisan o'g'il bola? Tayyorman. Yesh qo'limni. Faqat yeshlaring. Faqat bilib qo'ylaring. Mana shu oxirgisi. Oxirgisi. Botir, O'tirinchi xona, polvon. Polvonmish. Polvon sirkda bo'ladi, bolakay. Qani boshlang. ja gapga checham bo'lib qolibsizmi? Sizdan bo'lsin endi. Boshlang polvon. Qo'rqyapsizmi polvon? Qo'rqmang. Yutqazdingizmi? Ha, yigit. Yana bir marta imkoniyat beringlar. Bizda faqat bir marta imkoniyat beriladi. Nima? Hozir men endi o'lamanmi shunda? Yo'q. Osonlikcha o'lish yo'q. Qo'yib ol qo'limni. Qo'yib ol. Menga qara erkak. Bir marta imkoniyat berildi. Tortorlaring tashqariga chiq. Qo'yib ol. Qo'yib ol. Bir marta imkoniyat beringlar, iltimos. Iltimos qilaman. Qo'yib. Qimor o'ynash. Harom yo'lda yurish. Oxiri aynan mana shunday tugaydi. Omonatni olib qo'ydi. Va ahmoq o'zini tulkiman deb o'ylab
bo'rini qo'liga tushganini bilmay qoldi. Qolgan qarzni ham qochib yurganlarni ham olib kelavering. Kech-kechani hammasini. Bugun chegaradan chiqib ketamiz. Nimaga? Mana aytgan ishlaringni to'g'rilab qo'yganman. Mana bir muddatda bu yerda qonamizni ham ko'rsatmasligimiz kerak. Yaxshi o'ylabsan.